Barchaga salomatsizlar, sizlar bilan Habjon. Bugungi videoda shu hardcore modning davomi ikkinchi qismi, ya'ni bugungi videoda biz imperiya quramiz, chunki video ozgina minutlardan kattaroq bo'lib boradi. Bugun xudo xohlasa 10 minutlargacha olaman. Bu joyni juda yaxshi ko'raman. Mana shu joyga imperiya quramiz. Bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. Shuning olg'a videoni tezlashtirib olamiz. Mana do'stlar, mana bu yoqda eritilgan narsalar pishibdi. Go'sht hamda temir. 9 ta temir ham bor edi. Kavlaganman. Endi daraxt kavlaymiz. Ko'pgina daraxt kavlaymiz. Videoni ham tezlashtirib qo'yamiz. Mana bu yoqda tushib ketyapman, o'zi xudoga solmam kerak. Katta bir mani tashib boribdi-da. Короче, qo'yliqchi yopdim bu taxtani, plankasini. Короче, sap sopda. Yepe. Sen yetmay turning o'zi. Shu edit qilishni eng yaxshi vaqti. Shu uchun edit qilinglar deb men sizlardan iltimos qilaman. Hali biron kishi meni edit qilmagan. Videolarim rekka chiqmaydi deydi-ku. Videolarim lekka chiqmas, mani balki hech kim tanimas deydi. Agar sizda malol kelmasa, siz ham obuna bo'lib qo'ying. Shuni eshitganmisizlar? Agar eshitgan bilsangiz bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, paspitkami, like'larni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, edit qilinglar. Короче. Biza uxlamaymiz kechqurun. Короче, ovlat o'lib ketadi. Короче, o'ldirib tashlaydi. Короче, hardcore modimizda tugaydi. Короче, shu uchun uxlaymiz. Короче, yiqilib ketmasak bo'ldi. Yo, молодец, bachcha. Gapimga kirmasa edi. Do'stlar, bizga mehmon keldi shekilli. Meni o'ldirish uchun yoki bir ahmoqona g'oyalar bilan kelgandir. Yaramas. Men uni chaqirmagandim mehmonlikka. Boshqa kishini chaqirgandim-ku. Xo'sh do'stlar, sizlarga endi savol. Bu videoni kim bilan chiqaray? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Dilshod masalan, Dilshod 002 Bekzod, Amirxon yoki Jahongir bilan kommentariyada yozib qoldiringlar fikringizni. Albatta men o'qiyman. Menimcha ko'p kishi Dilshod deb atasa kerak, chunki u bilan ko'p video chiqaramiz biz. Aslida biz Dilshod bilan ko'paydi. Aslida biz Dilshod bilan qanday do'st bo'lib qolganimizni aytsam, biz bir-birimizni Короче, bu yoqdan hamma narsani olib suramiz. Zombi yo'qol. Bugun seni kuning emas. Yo'q. Молодец. Mana bu yerdan quramiz. Chunki u yoqda ko'tarilishga joy qolmay qoladi. Bu zombilar bilan urushib chiqmasam bo'lmaydi. O'lish ehtimolim ham bor. Chunki menga daraxtlar вообще kam. Ya'ni planks. Mana shu yoqda o'zimga uy qurib olaman. Keyin esa agar pastga tushaman. U yaramaslar meni o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Agar bir marta o'lsam hammasi tamom. Chunki o'zimiz hardcore mod qilyapmiz.
Necha minut bo'libdi o'zi? 4 minut endi. Videoni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Videoni o'chirib qo'ymaslik emas. Videoni to'xtatib qo'yamiz. Keyin esa agar boshqa taraflarni olayveramiz videoga. Savol, qarashu 5 ta yetadimi shu yoqqa? Yetsa, lekin men haqiqatan omadli bachchaman. Nima? Lekin men do'stlar sanaganim yo'q. Bu haqqoniy ketyapti. Hech qanday urush-purushlar bo'lmasa-da, bu haqqoniy. Men hech qachon aldamayman. Aldamaganman ham, aldamayman ham. Buni safar tanam. Oston narsalarni qulog'ini shiqillatamiz, keyin ketamiz. Creepermi? Yo, daraxt ekan. Orqalarga qarab olamiz, hamma joyga shatdi. Hech narsa kelmayapti, olg'a. O'lib qolsam, o'ldiraman o'zimni. Ket, tepa. Mana bu yoqqa yotoq, mana bu yoqda pechka, bu yoqqa pechka. Bu yoqqa pechka. Tomini qursak ham bo'laveradi. Chunki havo kirib turishi kerak-ku, to'g'rimi? Bizga yana bitta pechka yetmaydi. Verstakka yetmaydi desam yetadi. Просто bizga yana bitta pechka kerak. Hech qanday mob yo'qmi? Olg'a. Mana o'sha kovlagan joyim, tosh kovlagandan bu yoqdan video olmay qo'yganimda. Xo'sh do'stlar, videoni to'xtatib qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, mana bizning uyimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Mana chiroqlar ham hamma joyi chotki tayyor. Sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Hal. Endi biz sho'rvaga ketdik. Sho'rva tayyorlaymiz. O'zi tushadimi? Balki qo'lga kavlash kerakdir. Mana tushdi. Mana bunisidan ko'proq berar ekan. Bizda yetadi. Ne? Creeper yaramaz. Bilishimga solgina qoldi ya creeper. Hayratgina o'lmay qoldimi? Yarim blokcha yordam bermay ekan. Endi bittagina tushdimi? Tushdi bu. Beshta yana bir dona kerak yetish uchun. Juft bo'lishi uchun bir dona. Tushdimi? Yaxshi. Endi imperiyamiz tomon uchdik. To'p, menga kerak emas. Uni qaranglar, bitta daraxt ko'targanga o'xshaydi. O'sib. Uni hali qavat qilamiz kelasi safarlar. Do'stlar, короче, bugun xayrlashish vaqti ham deb demay boshlanadi. 3 ta sho'rva. Stop. Bitta sho'rvaga nechta yetadi? Bizga bitta chelak kerak. Ajoyib va g'aroyib. Do'stlar, xayrlashish vaqti ham kelib qoldi. Hammaga xayr do'stlar, sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.
har doim bu video chiqib qoladi. Hademay anchadan beri video chiqarmaganimga uzr.